Assalomu alaykum obunachilarim, sog' salomatsizlar do'stlar. Do'stlar, qarang. Ayollarda hayz siklining buzilishi, menstruatsiyada o'zgarishlar, mana oldinga yoki orqaga siljib ketish va gormonal buzilishlarda va hamda asab, nerv kasalliklarida undan tashqari oshqozon yarasi, ya'ni gastrit deydi va ichki kolit kasalliklari va artrit hamda rakova klitkaga, ya'ni onkologiyaga yaxshi natija beradigan bitta giyohni ko'rsataman, qarang. Do'stlar, buni tisiachilistnik bilan adashtirib qo'ymang. Bargiga yaxshilab ahamiyat bering. Ko'ryapsizmi? Boligolov deydi buni. Boligolov. Mana Boligolov. Barglari mana shunday holatda bo'ladi do'stlar. Ana shuni tanasi, bargi, guli aralash holatda, hozir xul holatida ham 2 osh qoshiqni olasiz, 1 litr qaynoq suvga, ya'ni dog' suvga dam berasiz va o'shani 2 soat 3 soat dam bergandan so'ng 3 mahal och qoringa iste'mol qilib yurasiz. Agar quruqdan bo'lsa, 1 osh qoshiqni 1 litr qaynoq suvga, ya'ni dog' suvga damlaysiz. Buni keyin yana bitta yaxshi tomoni bor. 100 grammini 1 litr spirtga aralashtirib qo'yib, ana uni 1 oy saqlab, yarim choy qoshiqchadan 2-3 mahal iste'mol qilib yursangiz, rakni davolashga ko'p qo'llaniladi bu narsa. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Ko'pchilik shifokorlar va tabiblar bu Bolgolovdan foydalanadi. Juda ham bir shifobaxsh, qimmatli ta'sirga ega bu do'stlar. Buni foydasi shu qadar ko'pki, hattoki xayolingizga sig'maydigan darajada xususiyatlari bor. Tabiiy vositani hech qachon nobud qilmaslik kerak, birodarlar. Foydalaning, juda ham yaxshi xususiyatga ega. Sog' salomat bo'ling, Alloh qo'malatsiz xayr asosida o'z asrang.